sizni ko'p avor qilyaptimi? Yo'q, undaq dema. Lekin nima ish bu yo'lni tanlab qoldingiz? Sizda yosh to'sangiz hal bo'lmagandek nima ish bor? Bu yerda hech narsam qolmadi. Ota-onamning zo'r umidi bilan taraqqiy qilma deb chiqib bayram bo'lib ketdim. Uni ozdab bir muncha qarzga bo'g'ilib ketdi. Shundoqdimi o'lilishingiz arzimaydi-da. Atrofingizdagilardan yordam so'ramadingizmi? Atrofimdagilar ko'p yordam qildi, lekin meni davomli quloq tayinog'im kelmadi. Lekin davomli bundoq niyati bormi? U meni undidardan yutibdi. Telefon numarimni kartizimlikda tiqib o'tibdi. Men mushtab jiddiy 5000 qo'y lozim bo'lib qolgandi. Amal qilib berib tursangiz bo'pti ekan. Vay adaş, sen nerede? Yatakta yoksun. Ha, adaş ben doktorxonadan arqa qo'yilsida. Ha, arqa qo'yildi mi? Bo'ldi. Men hozir yanına chiqay, ha? Ma'qul. Qarang, shundoq yaxshi tanishib qoldik. O'zim tanishtirib o'tay. Ismim Nadir. Kunduzlari Vaymaygonsida tamoq yetkizish bilan shug'ullaman. Kechir ancha mushkulliklar naqsh etib qo'yaman. Ha. Mening ismim Tashna. Bo'lib sizda. Adaş? Yaxshi turdim. Bek ansirab tanıcıma meni. Bugun chiroying xil yaxshi bo'lib qopti. Tush tamoq yedingmi? Ha, adaş yedim. Men avor bo'lib kelibsanmi? Avorchilik emas. Haras bu yoq bo'lsa, tungin men senga gapini qilgan Nadir shu. Ha, yaxshimisiz? Ismim Xuma. Rahmat sizga do'stimning hayotini qutultiryapsiz. Yo'q, undaq demam. Mendan boshqalar bo'lgan bo'lsa-mu, shunday qiladi. Amsa men mang'ashtiray, sizlar Fransiya yuranglar, ha? Men kelishimni bilamsiz? Yo'q, xizmatga oldirib qoldim shunga. Ha, amsmayli. Bugun bek bilan uchrashdikmish edi. Yana bir qator men bir tamoq chaqirib rahmatimni bildirib olay. Yo'q, undaq tez chiqib ketmang. Haras. Undidar numarangiz qachon olsam bo'lamdi? Ha, ma'qul. Tunugun jiddiychilikda. Buldamsa, yana ko'rishib turaylik. Juma. Men menga yuray. Xo'sh. Ma'qul. 丽丽，你过来一下。你去医院结一下台希娜的账，她还有2天就出院了。胡总最近有些忙，所以特意交代你去办这件事情，千万不能有所差池，明白吗？明白了。好的。Xeyr, sen bilan yana aloqalashmagandu? Yo'q. Men bu yerda undori gap kutgan qara. Tashnani topolmadim, 5000 lozim dedi. Beğenmeyense? Ya. Herkes beğenmeyeceğim. Ben onun telefonum var, ündüdar, hemen nesine kartısını kırgızattım. Herhal, o benim doktorxana tikilkenini bilmeydi qanday. Ya. Önemli körek gözüm yok. Hozir mushtat degining bilan qarang, ko'ngling bek yaxshi seninki. Lekin necha kun o'z ishching og'rigan istab qilasan ekan. Endi herkes onda qilmayman adash. Gap o'tirsa, ma'qul.
来我们公司销售部工作，你觉得怎么样？他确实是需要这样一份工作，但是你也知道，他之前的生活条件是比我们好很多的。如果不是因为他现在的那个前男友，他也不可能会沦落到现在这个地步。我让他在我手下工作，他肯定会同意，但是我自己内心过不去呀。而且，如果不是因为他的那个前男友，他怎么可能会落到这个地步？所以我们还是想想别的办法吧。那她现在还有跟她那个前男友联系吗？没有联系，只不过她那个前男友每次没有钱就来找她。我们公司投资给她开家店，你觉得怎么样？这个我们考虑一下吧。Апа yaxshi turibsizlar? Hammamiz yaxshi. Sizlarni bek ko'nglim kelib ketdi, opa. Dadamlar meni ko'ngil kelmaydigan tonlarga nima ish qilmaysizlar? O'zim bormayman bo'lamiz izlab. Ya mana mamadan şu. Aldığım nadir tepegenden yanmış şu. Müşü mü? Müşü. Bana emsi. Bana. Ma'qul opa, ma'qul. Vaqtida tomoq yeylamsa. Ache! Opa, men bilan turib qaytishib qilay-a? Ache bab, şunu benimle. Anda şimdi çıkırdım aşkına. Ache! Yok olsun bu. Abi 47 yılkını köygenlik mi? Açça bilimiz çocukluğunu. Vay Nadir. Ha, vay Teşna. Ha, yaxshimi? Yili vaqtingiz bormi? Qarang'ishayli degan. Ha, ma'qul. Bo'ldi, ma'qul. Unda bo'lsa tushdan keyin ko'rishaylik, ha? Ma'qul. Bo'ldi, xo'sh. Ma'qul. Hey balam, keşke telefon qarmay, men qarg'ana gapim bor. Mana apa, mana. Gap qil. Qara, g'ayratda bir bola bor ekan, shundoq kelishgan, bek iqtidorliq deydi. Tunimdigansan. G'ayrat? Ha, g'ayrat. Tunimdigansan. Bo'ldiqlar apa. Mush vaqtgachilik seningmi bir hech muhabbating borligini bilmadik. Seningmi turmushingni, baxtingni o'ylaymiz bizmi? Ayşe mamman telefon qilib ekan, chiqqan ko'rishib baqsin deb shu qo'shnilar tunishtirgan o'xshaydi. Shunday deyapman. Sening qalbingni to'g'ri tushunaman, apa, lekin menmo cho'ngib qoldim hozir. Bu ishlarga o'zim bir qarab bir ish qilay. Shundoq deganing bilan ota-ona bo'lgan odam shu. Doim seninki ash turmushlaringni o'ylaydi ekanmiz, sen yaxshi bo'lsa ekan deydi ekanmiz. Endi unchalik o'zing atrofga o'ylay olsang, o yaxshi bo'ladi. U deganingmi to'g'ri, lekin hozirg'o endi deganingmi to'g'ri. Sizdak bolaning ishiga biz aralasha olmaymiz. Shundaqdan bir turmush ishlarini o'ylashib qo'yasa, xotirjam. Cho'qim o'ylashma. Ma'qul.
Oy. Adam qo'rqitib deyman. To'xtangza. Pek soqilib yotmaganmi? Voy yoqay, men kelgan. Amsi nega bormas? Tomoq yeb kelamda. Masaga chiqanda. Qo'zqonbek oshmidi sizdan ichibdi-a. Yana mazraq ichib qoldi. Oldi bilan qahvaxonaga kirib qahva ichaylik, ha? Ha, ma'qul. Saqlaydi. Aka, qahvaxona qoldi. Ya, mo'la, buni. Voy bana! İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. Madayın mene. O, yana kaçırıp koyduk degine hamda. Hamda nimdamiz cho'ng'amga? Shuni degine elim ish kapti oldi degine bizga bir qizman kaçırıp koydum deb yomon chiqlab ketiram oldi da. Eynegin bulsam üzün körgeli, melegin bulsam hiyal sürgeli. Eynegin bulsam üzün körgeli, melegin bulsam hiyal sürgeli. Kırgan çağdan söyülgeli, asan kolay tayanıp yürügeli. Kırgan çağdan söyülgeli, asan kolay tayanıp yürügeli. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tili uçidiki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. Lazat kim o? Nima sizni qo'llaydi? Ha? Men yaxshiroq bir joyni tepib, sizga oldirmoqchi qo'yib jo'nadir. Yo'q.